Biz bilamiz, meditsina birlamchi birinchi yordamni tibbiyotda ko'rsatadi va keyingi ikkilamchi kasalliklar va undagi asoratlarni insonni o'zi davolashi kerak va vitamin minerallar bilan. Yagona posle insultni kasalliklarda, ya'ni o'zim dadamda olgan natijam imенно ganishvo mahsulotlari bo'ldi. Shu natija bo'lganmi? Это просто sizga javob bermoqchiman. Qarang, mani birinchi marta taklif qilganlarda ego baland bo'lgan-da. Yana очередная kompaniya, moshennichество degan. Faqatgina men Dilnavoz opaga gapirgan bo'lsangiz, sen yaxshi vrach bo'lsang, otangni nimaga insultdan chiqara olmagansan? Sen yaxshi vrach bo'lsang, otangni nimaga insultdan chiqara olmagansan deganlar. Потому что ишемический инсульт levostoронний гемипарез degani bir tomonni urib tashladimi, levostoronniy degani endi bu yurak ham bog'liq, oshqozon usti bezi ham bog'liq. Bu hamma tomonlama bloklash, ya'ni parezlash hisoblanadi. Prosta oyimni o'ylab tinchlantiruvchi vazifani bajarar ekan deb bermoqchi bo'ldim-u, yana u kishining gapiga ishonmay internetga kirsam, Tibet tog'larida imенно Reishi Gold mahsulotini bir rus ayol yozgan. У меня сын 12-летним стажем narkoman, davolamagan joylarim qolmagan degan отзыв qoldirgan. Единственное, mana shu grip Reishini topib ichirganman, зависимостni yo'qotar ekan. Endi men o'zim o'yladimki, demak, insult olgan insonlar nevrologiya, umuman meditsinskiy preparatlar bilan зависимый bo'ladi. Doimiy зависимый bo'lgandan keyin bunda ko'nikish paydo bo'ladi organizmda va ichki qolgan organlarni parezlab ketaveradi. Именно mana shu Reishi shu narsani to'xtatib, восстановление berganligi sababli всего lишь 3 millionga olib berganman mahsulotni. O'shanda ham eng asosiy ключевой bo'lgan narsa tinchlantiruvchi birinchi navbatda bo'lgan. Soat 5 da uyg'onadigan dadam ertalab soat 10 da oyim telefon qilyaptiki, sani o'qitganimizga norozi biza. Men dadang turg'iza olmayapman, nahot dadangga bir gap bo'ldi deganlarda endi tamom bo'lganman. Kimga ishondim, nimaga ishondim desam, soat 11:30da dadam o'zlari telefonni olib, Allohga shukr desa, deyaptilar-yu, men onadan tug'ilganday, ya'ni o'sha kichkina neyronlargacha hujayra darajasiga ta'sir qilgandan keyin rovna bir haftadan keyin to'g'ri, chap tomonlari to'liq emas, no rulni korreksiya qilib mashina haydab kelganlar. 12 yil mashina haydamagan inson, siz bilasiz, insult olgan odam osankasini ham ushlab bilishi kerak, tormoz bilan pedalga ham o'sha oyog'ini harakatini, demak o'sha to'liq emas, lekin o'sha o'zgarish bo'lganligi sababli shu harakat orqali nervlarni tiklanishiga sabab bo'lgan. Shu narsa keyin meni qoldirgan. Keyin endi qolib faqatgina insult kasallanganlar bilan emas, chunki siz bilasiz, insult kasalliklari bilan kasallangan insonlarda bitta bo'lmaydi. Ikkilamchi, uchlamchi bizning o'zbek xalqi yiqilib qolsa keladi. Xuddi shunday ko'rib mana doktor bo'lganim uchun, insonlarga yaqindan bilganim uchun diagnostika qilish boshladimda, preparatlarni 24 ga yaqin bo'lganligi sababli o'rganishni boshladim. Shu uchun ham hammada har xil. Bu nevrologik insult kasalliklari hammada bir xil kechmaydi. Shunga qarab mahsulotlarni taraqqiyot qilishni boshladim va praktikamda bugungi kunda O'zbekistonda juda keng tarqalgan autizm, o'zim immunologga va ZPRR kasalliklari bilan kasallangan bolalar bilan hozir ishlayapman. Qani mahsulotlar. Shundan keyin siz ish olishni boshladingiz. Da, o'qib o'rganim, keyin o'zimizda sinashni boshladim. Ichgan doktor gapirib biladi. Bu ya'ni biza annotatsiya, yana bizga keltirib bergan annotatsiya bilan yozgan dorimiz boshqa narsa, chunki biz ichmaganmiz. Bu yerda o'sha sinalgan, ichilgan o'zimizda, yana misol, Gana Excel kompaniyasining gelini 7 xil turda berib bilaman. Ko'pirtirib, eritib, klizma sifatida mana shunday qilib biz bilamiz, chunki organizmda u baribir so'riladi, o'z vazifasini bajaradi. Shundan keyin qolganman.